Mana ertalabdan ham yomg'ir yog'ib yubordi. Bu yomg'ir qachon tugaydi bilmadim. Xo'p, uyga kiramiz va bu 4 burchakgina korobkacha uyda yashash jonimga tegdi. Ozgincha kompyuter o'ynaymiz. Telefon bo'lyapti hozir. Ko'taramiz kim ekan? Xo'p. Alo, biz 13-qishloqdan telefon qilyapmiz. 13-qishloq e'loniga siz ovoz berganmidingiz? Ha, men ovoz bergandim. Tabriklayman, siz 13-qishloqning qorovuli bo'lib ishga kirdingiz. Kattakon rahmat. Hozir men boraman. Xo'p, biz kutamiz, faqat tezroq keling. Yo, bola, biz 13-qishloqqa qorovul bo'lib ishga kiribmiz. Tabriklasanglar bo'ladi va biz hozir kompyuterni o'chirib, tezda 13-qishloqqa qarab ketamiz. Eshikni yopib, tezda hozir taksi chaqirib 13-qishloq tomonga ketamiz. Bilmadim bu yerda qorovulchi qanday o'tadi. Video davomida o'zlaring bilib olasizlar. Xo'p. Hozir telefondan taksi chaqiramiz. Va nihoyat men do'stlar 13-qishloqqa yetib keldim va hozir 13-qishloqning meri bilan gaplashib ko'ramiz. Xo'p. Assalomu alaykum mer, yaxshimisiz? Ha, keldingmi? Senmiding o'sha e'longa ovoz bergan? Ha, menman. Adashmasam sen qorovul bo'lib ishga kirganding. Ha, men qorovul bo'lib ishga kirganman. Hozir senga bitta odam chaqiraman, uyingni ko'rsatadi. U kelgungacha narigi burchakda o'tirib tur, hozir u keladi. Telefon qilaman. Xo'p, bo'ladi janob mer. Karoch, sen mana shu uyda yashaysan. Mana shu uydami? Faqat qoidalarni buzmasliging kerak. Qanaqa qoidalar? Sen kechasi soat 10 da bir smena chiqasan. Shundan so'ng esa yana soat 3 da chiqasan. Karochi bir kunda 2 marta chiqasan. Faqat ehtiyot bo'l. Bu qishlog'imiz la'natlangan. Agar bu yerda hamma yeri qon odamni ko'rsang, shunchaki uyga kir va burchakda o'tir. Agar ko'zi oq odamni ko'rsang, unga hech narsa demay uyga kirib burchakda o'tir. Kechasiz chiroq o'chadi, shuni ham aytayin. Agar kechqurun chiroq yonsa, shunchaki menga telefon qil. Tushunarli. Bo'ldi, endi ishimizni boshlaymiz. Sandiqda nima bor ekan? Drabovik, yaxshi. Yaxshi avtomat bu. Xo'p, endi kech bo'lishini kutamiz. Endi nima qilamiz boshqa? Bu kompyuteri ham bor ekan. Zerikmaymiz. Svet chiroq bor. Mana chiroq bor ekan. Xo'p, bolalar, mana kechqurun ham bo'ldi. Soat 10 bo'ldi. Ana endi biz drabashkani olamiz va bugungi smenamizga ishga chiqamiz. Qani bo'lmasa bolalar, asta-sekin endi ishimizni boshlayveramiz. Bismillah deb. Xo'p. Yo'q, bu yerda yorug'lik ko'rinyapti. Bu menimcha bu lava. To'g'ri o'ylabman, bu lava ekan. Yon atroflarga qaraymiz. Bu yerda fakel yotibdi. Xo'p. Yo'q, bu kim edi? Xo'p, oldiga boraylikchi. Xo'p, asta-sekin oldiga boramiz. Asta. Yomonga o'xshaydi. Bu yoqqa kel, sen kimsan? Shunchaki uning gapiga quloq solma, shunchaki ketamiz. Shunchaki. Xo'p. Qishloq aytganidek, bu yerda shunchaki ketamiz. Sen yoningga bormayman. Tushundingmi? Sen meni o'ldirasan. Sen o'zi kimsan? Bu qishloq qotili bo'laman. Bo'ldi, bo'ldi. Shunchaki uning gapiga quloq solma. Bu yerda asta-sekin boshqa tomonlarga qochib ketamiz. Xo'p. Yo'q. Endi nima qilaman? Asta-sekin endi uyimga kirib ketishim kerak. Xo'p, u ko'rmaganday asta-sekin uyga kirib
oldi. Hop, endi qishloqqa aytganda uyda o'tiraman soat 3gacha. Mana bola kechasi soat 3 bo'ldi. Ana endi biz yana ikkinchi smenamizga qishloqda svet yo'q. Qanaqa qilib chiroq yonib turishi mumkin? Bu yana kim bo'ldi? Hop, asta-sekin oldiga boramiz. Hop, sen kimsan? Hozir seni otib tashlayman. Yo'q, qochdik. Yo'q, bu battar qo'rqitib yubordi meni. Yo'q, hozir qishloqqa telefon qilamiz. Alo, qishloqqa. Men juda ko'p narsalarni ko'ryapman. Sen aytgandek, hozir bu yerda ko'zi oq Xerobringa o'xshaydigan qishloqni ko'rdim. Boyagina hamma yeri qon bo'lgan qishloqni ko'rgandim. Yo'q, nima qilamiz endi? Hozir chiroq ham yoniq turibdi, lekin svet o'chgan. Shunchaki qo'rqma, sen burchakka qarab tur. Ular yo'qoladi. Shunchaki o'zingni qo'lga ol va burchakda tur. Yo'q, derazamni kimdir taqirlatyapti. Yo'q, boyaga Xerobrin qishloqqa. Alo, qishloqqa. Yana nima deysan? Boyagi Xerobrin qishloqqa derazamning oldiga kelib, ukamni ber deb menga gapirib yotibdi. Senga necha marta aytishim kerak? Shunchaki o'zingni qo'lga ol va burchakka qarab tur de. Gapimga quloq sol. Sendan iltimos. Bo'lmasa seni o'ldirib tashlashadi. Ukamni ber. Alo, qishloqqa. Boyagi Xerobrin qishloqqa meni eshigimni taqillatyapti. Nima qilay? Kun ham yorishayapti. Kun ham yorishayotgan bo'lsa, u kunduzi yo'qoladi. Shunchaki eshikni och yo'qolgan bo'ladi. Sen qayerdan bilasan? Men bilaman. Va nihoyat Xerobrin qishloqqa yo'qolibdi. Arvoh. Ha, mayli. Bugungi kechani yaxshi o'tkazdik. Keyingi kechani qanday o'tkazasiz?